Sizni Oqalfaq ijtimoiy uyushmasi Qalmag'arif idarasi o'tkazgan 6-7 yoshlik malaylar ham qizlar orasida Tatar malayi, Tatar qizi 2023 belgisin yumg'oqlash chorasida salamlaymiz. Oznaqayning 21-Sandug'ash bolalar bog'chasida Tatar malayi, Tatar qizi belgisida jinguvchilarni bo'laklov tantanasi o'zdi. Beygi ish etap tantirdi. Anda shahar ham rayonning turli bolalar bog'chalaridan 18 qiz ham 11 malay qatnashdi. Konkursantlar vizit kartochkasida o'zlari bilan tanishtirdilar. San'at beygisida san'atlarin interaktiv o'yinda bilimlarini ko'rsatdilar. Bo'laklov tantanasini ochib, rayon boshlig'i Marsel Shaydulin qatnashuvchilarga, bolalarni azirlagan tarbiyachilarga, ota-onalarga, sharani uyushtiruvchilarga rahmatini bildirdi. Milli medeniyetler yılı, ırf medetler yılı sol oңайдан indi şu konkursunu biz bu yıl o'tkazdik. Bugün 26 aprel Abdullah To'qayevizning tug'an kuni, tug'an til kuni. Shunday zo'r motor bayramlar bugün. Sizga barig'izga da bek zo'r rahmat. O'zimizning tilimizni, dinimizni, urf-odatlarimizni biz unuturga tegish tugul. Mana bolalarimiz o'sha Tağında direktörge tegish bolalarimizni. Men Kamila Zaripova Ruslanovna 21-Sandug'ash bolalar bog'chasidan tarbiyalanim. Men bugun belgida Grand-Prix. Bugün bizning bolalar bog'chasida zo'r belgi Tatar malayi, Tatar qishig'i 2023 belgisining yumg'oqlash chorasi uzdi. Bizning bolalar bog'chasidan Grand-Prix egasi Zaripova Kamila Ruslan qizi loyiq bo'ldi. Har konkursda turli nominatsiyalar bo'yicha diplomlar topshirildi.